Assalomu alaykum aka, bugun sizlar bilan Vayro YouTube kanali. Xo'p, bugun biz sizlar bilan qimmat mashina bilan arzon mashinani farqini aniqlab chiqamiz. Aslida juda qimmat, lekin yurishi bir xil bo'ladi arzon mashina bilan. Hozir biz o'shani amalda isbotlaymiz. Xo'p, birinchi mashinamiz Tank Premium degan go'z narxi 3 million so'mlik. Xo'p, buni endi haydab sinovda sinab ko'rishga harakat qilamiz. Mana tortish xuddi shunday. Endi Gelik Mercedes G63 ni qanday yurishini ko'ramiz. Garajga kirib olamiz yana. Garaj Simyani G63 ni olib chiqamiz. Zagruzkada ekan, zagruzkani kirgizamiz. Hop, kirgizib oldik. Endi qaytadan chiqaramiz. Mana buni go'z narxi 20 million so'm. 3 millionlik va 20 millionlik so'mlik mashinani o'rtasida deyarli hech qanday farq yo'q. Nisbatan bu Tank Premium kuchliroq Gelikka qaraganda. Gelik bu boylani mashinasi bo'lishi mumkin, lekin baribir bu yaxshiroq. Prosta u boy ko'rsatish uchun Gelik miniladi. Aslida esa bu undan zo'rroq. Mana bu Mercedes G63 ni maksimal tezligi 228 ordolar, 228 ga chiqib, bu esa 272 km. Nisbatan bu tezroq. Yurishiga keladigan bo'lsa, mana qaranglar. Qaysi biri burilishlarda zo'rroq burilyapti. Mana qaranglar. Gelik uncha yaxshi burila olmadi. Bu spokойно, normalniy burilyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Qaysi biri zo'rroq burilyapti. Albatta Tank Premium. Xo'p, endi keyingi belashtiradigan narsamiz bu tormozida. Bu qanday to'xtaydi? Maksimal tezlikda qay darajada to'xtaydi? Buni ham hozir baholab o'tamiz. Maksimal tezlikni metro bilan kelayotgan vaqt qaysi biri zo'r to'xtaydi? Mana ko'rib turganingizdek, bittada Tank Premium 272 tezlik bilan bemalol to'xtay oldi. Qaysi biri zo'rligini kommentga yozib ketinglar. Hammaga omad.